Anarkot? Anarkot her hafta bir kadın yanında. Anarkotda aldın sen de erlerine yalan sözün diyen yox. Lekin nurg'un erler oğullarmış. Acaba ayollar ömrüde faqat yalan gapirmamdı deb so'raydi. Menimcha biz ayollar faqat yalan gapirmaymiz. Qachon bizdan biri yalan gapib baqqanimizni anglab baqqanman. Nemish ayollar yalan gapirmaydi debsiz? Chunki ayollarning degan gaplarining har birisi faqat yalan emas. Sizga endi qarim yo'q. Men sizga faqat odamlik yapıyorum. Men bugun bo'lmasa cho'qib o'rqayman. Mumkin emas endi unimni har kishi yarashib olmayman. Qo'sqim qat'iy yarashmidi. Ha, sizning muomalangiz pek yaxshi. Ha, siz kunda ishni tushib shunday yerib ketdingiz. Pek charchab qolyapsiz. Tayinli ishxonani yetib qiling. Kelaqti mavashim urishni bir hech kiymamayman. Bundan keyin meni avval qilib endi gap qiluvchi bo'lma. Ha, siz yaxshi yigit. Voy qo'yasiz qo'yitanga telefonni ayjan jibdir. Xaris qo'yib qolama bu. Hey, sen kim telefonni qo'yadi? Hech qisi yo'q. Ishimizni qilaveram. Nada meni hech qanaqa bundan keyin yo'q. Ular sizga shunday yaxshi ma'lum qilsa men nima qo'shib bo'lmayman. Ishimdan xo'sh bo'lmayman bunda. Ana shu biz faqat yaxshi do'stlarim-ku. Uyqus kelib ketdimi? Bo'ptimi, sen ishni uxlayveram. Ha, yo'q. Nima qaror bo'lsa uxlayveram. Men ularni ko'ramayotganda. Buni qanaqa choq chaqirmoqchimi? Mumkin emas. Ularga hargiz qarab qo'ymayman. Majid, kuningiz davomida ham azalni paki bu. Agar meni yigitdan bo'lmagan bo'lsa, cho'qib siz bilan yurgan bo'lardim. Men bashlatishib ketdim. Nima qilar bo'ladi? O'ynayveram. Hech qisi yo'q. Bir umrlik o'yinimizni o'ynab kelsangiz uchun bilaverdim. Men saqlab turaman. Men azalda telefon tutmayman desam qana tekshirma. Telefon tekshirib bakmadim. Ha, men bek samirib ketdim. Bundoq ko'rib bakdim shu. Yemayman. Ha, yaqin do'stim menda chiroyli. Bozor cho'kilib kelay, biroq kiymayman. Ha, men sinf bo'yicha set. Mayli jinim, qanchalik isingiz mayli. Kashkichi tom otqich isingiz mayli. Ichib bilib kelsangiz texma mayli. Ha, bundoq qo'ydim xolos. Xafa bo'lmadim. Meni kim jiqtavatamsiz, qattiq jiqaman. Do'stlarimning kiyimlarini ko'rgan bo'lsangiz vahshiycha. Men faqat o'ylamadim. Azaldan gumonlanmasam sizdan. Meni g'irim o'yinlarim nima qilma? Meni do'stlarim uchun menikidan muhimman. Yumda yuzishimiz ma'noda nima qilsangiz ma'qul bakmasa? Men sizni bugun kech kelmaydi debdiman. Shuni tabaqangiz to'kyapti. Voy, meni g'irim o'yinlarim nima jiq? Jiqamas axir. O'zimni yolg'iz otog'im kelib qoldi. Kamera bo'lishingizni ochdi. Men azaldan sizga shunchalik ishonaman-ku. Men nimishki sizga ishonmayda qiliqlar qildi ekanman. Yo'q, men yonchiqni saqlab bakmadim. Meni so'kab qattiq qilaman qanamas. Men opozga gap yondamidi? Shu o'zga qildimi? Ha, bizni o'yma. Shunchalik ratli. Menda ansirmisi o'zim bo'ldi. O'zim yolg'iz shunday yaxshi yashayapman. Faqat tanqim yozdiman. Bir tugaydi. Yo'q, men sizni xizmatdoshlaringiz bo'lmasa men qana surishni qilmasni. Ha, rostaysiz meni ishim uchun pek tor. G'irimlarni qolay birdan saqlab turing. Oyrilib ket. Ha, oyrilib ketsa oyrilib ketdi. Sizniki ben burunlar o'tib ketgan. Voy, siz chishtirni qilmoqchi o'shman sizga. Yo'q, men burunni chiqib bakmadi. Chichimni bidirib qolay 5 minut. 10 minut saqlab turgan ovozim birdan joylab chiqdi. Men nima boshqa telefonlarni sizni sinab telefon qilib baqadayman. Qilmadim. Men mani nisa o'xshash. Men sizning atrofingizga barliq qiz do'stlaringizning hammasiga shunchalik amroq. Men sizning yomon gapingizni qilib baqmadim. Yo'q, sizga sesib gapirmadim. Men azalda sesib gapirishni bilmayman bilsiz-ku. O'zingiz bilib ilang. Men sizning do'stlar jamiyatiga nasib yo'llabdimanmi? Yo'q, nima qilmadim. Agar men muhabbatlashib qolsam, o'g'il do'stimga qat'iy cho'ng talab qo'ymayman. Faqat meni yaxshi ko'rsa bo'ldi. Yo'q, men sizga kechirim so'radim desa. Nima ish kechirim so'raysiz? Bir ishni xato qilib qo'ydingizmi? Ha, vajina. Aynan shu vaqtda sen turib chiqib telefon qo'yma. Ha, ma'qul qo'sh. Biz ayollar azaldan yolg'on so'zlamaymiz. Navoda bir kunlar yolg'on so'zlab qolsaqchi, cho'qim erlarda xatolik bor. Men Almira, kelay saliq anarkotning yangi temalari qiziqsangiz vaqtida ko'rish unutma. Xayr xo'sh. Anarkotning yangi sonlarini ko'rmoqchi bo'lsangiz, izlash app'dan tushirib oling. U bo'lsa Italiyada barliqqa kelgan. Sap o'simlik jag'irini asos qilgan. Nami texnikasi qo'llanilib ishlangan. Uning bilan teringiz oqarsin. Binafsha nurning ziynidan saqlaydi. Tarkibidagi sut oqsili teringizga singib kirib, tez sur'atda oziqlik to'liqlaydi. Go'zallarning siri oshkorlansin. Uning bilan ehtiyojingiz qonsin. Uning bilan latafitingiz jilvalansin. Mana biz uni Orgofe deb ataymiz. Orgofe.